Mana bugun ayollar ishtirokidagi navbatdagi shashlikxo'rlikka tayyorgarlik qilamiz. Yana Nigoranikida, Adamkida. Go'shtlarimiz tayyor. Hozir ko'mir taqolabdi Nigora. Ha? Bizlar nima qilyapti? Dildor kelgan, ovoring. Dasturxon qo'yaptilar ham. Kamerasi bugun Dilraboxon. Yaxshi yuvilgan. Yaxshi ishlab berish uchun perchatka kiyim qilyapmiz. Tushib ketmaslik uchun. أنا أدرس أنا يا مدير ولي من جبران تبترو بوكس بلا Tamam. Hozir yangi ham oling. أبي يا Mehmonlarimiz kelish. Biz qilaveramiz deydi. Zeplaymiz deydi. Ularga. Kimga? Orqadagilarga. Ularga. Sizlarchi? Biz kenja kelin. Xizmatda. Mana hamma o'tiribdi. Mana yerda ikkita bechiragina kelinlar ishlab yotibdi. Xizmat qilinglar, savob to'lasizlar zato, ha? Six bormi? Suv bormi? Ha, six bitadimi? Ha, bormi sizlarnikida? Zamga borib keling. Bor edi. Ayamimizda six bormidi? Dildor. Dildorni bolalari eshitdim. Videoga ham ketyapti o'ylab. Mana sizlarimiz, ana shashligimiz pishdi. Birinchi reys. Nima ana? Ya, olganim yo'q. Biza olmaydi. O'chirmang, qizig'i kerak bizga ya videoni. Men uni aynan shu joyini qo'yaman kanalga chiqsada. Hech qanday Biza uksusli bunaqa qilmaymiz. Assalomu alaykum. Uyga yetib o'rtamaysizlar, hozir mehmonlar ketdi. Gullarim meniki avvalgi uyda ham bor edi, nimada, domda yashaganimizda ham nimada oshxonada rakvinam tepasida turardi. Keyin bularni yozda men qayerga qo'yishimni bilmay tashqariga daraxtdagi chiqarib qo'ydim. Keyin yaqinda bularni katta idishga bunaqa satrlarga o'tkazib chiqdim. Hali endi o'tganda tuproqqa hali endi moslashyapti. Shuning uchun mana eski barglari o'lib, endi yangi chiqaradi. Mana bular endi yangi chiqaradi. Hali endi moslashyapti bular. Nimaga? Yangi tuproqqa. Hali bir oy bo'ldimi o'tkazganim. Yaxshi moslashgandan keyin mana ham hali moslashmagan. Mana yangi barg mana chiqaribdi. To'liq moslashsa mana barglari yaltirab qoladi. Hozir xira bo'lib turibdi. Gultuvak, menda bir umr gultuvak bo'lgan. O'zbekistonda vaqtim ham ozgina pul orttirsam, qo'shnimiz gul sotardi, tuvak gullar sotardi. Chiqishiniga chiqib gul olib chiqardim. Shunday mazza qilardim. O'sha yangi gul olgan kunim bir ham mazza qilar edim. Mana bu gul o'zi bitta tuvakda maydagina mana bunaqa bargli gul edi, gulcha edi. Keyin bu tuvagini kattartirib ketaverganim sayin bu monsteraga aylanib ketdi. O'zi maydagina gul edi, men sotib olgan vaqtim. Mana paprikani ham yaqinda o'tkazdim-da. Hali barglarini olib turibdi. Sal mana tomiri moslashib olgandan keyin uje tomir pastga tuproqqa moslashgandan keyin tepasi o'sib boshlaydi-da, ungacha o'smay turadi. Nasib bo'lsa o'sib qoladi. Bu mening yashil burchagim. Tuvaklarga e'tibor qilmaysizlar deydi-ku. Walmartga borib, rosa izladim tuvak. Mana $3 dan olgan edim $1 dan. Keyin bunaqasini topolmadim $3 dan. Walmartga borsam qimmat. Mana bunday katta tuvaklar $30, $25. Bor dedim, keyin mana satrlarga o'tkazib tashladim. Bunday qimmatga nima qilaman deb. Mana bular sun'iy. Bular tabiiy.